Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli meni ko'rib turgan birodarlar, yaxshimisizlar? Bilasizlarmi qadimi? Qani kelganlar bir topsinchi, esiga tushib shoyatga bir mazza qilsalar. Mana shu ishi hammaga tanish bo'lsa kerak. Mana shunday eshiklar. Mana bunday eshiklar. Obolashga rahlidan bu odamni hamma tanisa kerak. Adaham akam. Ana ko'prik. Mana o yangi zdaniyalari. Maşallah. Mana. Derazalarni yaraqlashini qarang mana. Svetnoy. Ana. Ko'p joylar bitdi inshaalloh. Mashinga chiqqim bor, lekin chiqqani vaqtim yo'q. Bu safar ham chiqqim kelmayapti hozircha. Chiqsam yaxshi edi, chiqqani ibodatlardan qiziqanyapman. Xuddi sizlarga o'xshab. Kamera. Mana. Suratga olmasdan, mana videoga olmasdan mana shunday qilib mazza qilib ibodat qilardim deydiganlarga. Bu kelganingizdan keyin suratga olgizam kelib ketar ekanda, nima qilasiz endi? Mana. Birodarlarga bir esdalik uchun tushirib qo'yay deysiz ekan. Kanali borlar mazza qilib bir kanalga qo'yib qo'yay derkan, podpiska bosib qolsa, like bosib qolsa derkan. Bunaqa endi birodarlar. Mana minoralar dakansa bitdi. Mana shu minoralarda ham ishlar ketyapti. Endi mo tomondagi joy ketyapti, mana xudo xolasa. Mana shu yerda qattiq ish ketyapti. Inshaalloh. Shunaqa birodarlar.